Toshkentda har yili 4-5 tonnalab katta hajmda norin tayyorlanadigan restoranni bilasizmi? Men o'sha joyni topdim. Bu yerda aytganimdek har yili 30-31 dekabr kunlari buyurtma asosida, bundan tashqari olib ketishga ham norin qilinadi. Eng muhimi, norin yaylovda o'tlagan mol va ot go'shtlaridan tayyorlanadi. Bu unga yaxshi ta'sir qilib, uni yanada mazali qilar ekan. Bu yerda nafaqat norin, balki qo'y, ot, tovuq va mol go'shtidan turli xil milliy taomlar tayyorlanadi. Kabob, somsa, manti, chuchvara, qovurilgan jo'ja, hammasidan bor. Sizga eng mashhurlardan Uyg'urcha Iskandarni aytmasam bo'lmaydi. Bu yerning doimiy mehmonlari uni har gal yuqori baholab, sevib iste'mol qilishar ekan. Endi sizga topgan joyimni tanishtiray. Bu 10 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan Toshkentda 5 ta Sergeli, Chinozor, Farhod bozori, Mirobod va Yangiyo'lda filiallari bor bo'lgan Jizbiz restorani. Agar siz ham dasturxoningizga mazali norin buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, unda ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Yoki shu yerni o'zidan olib ketmoqchi bo'lsangiz, unda filiallarning aniq joylashuvlarini Telegram sahifamda qoldiraman. Aytgancha, Jizbizda juma va yakshanba kunlari bolalar uchun tekinga mulk qahramonlar ishtirokida shoular o'tkaziladi. Faqat qaysi filialda bo'lishini ularning Instagram sahifalari orqali bilib borishingiz mumkin.